Oq libos poklik, mehr va hayot. Har bir darding topadi najot. Tunlar bedor, kunduzlari sabr, shifokor, ezgulik hayotga saboq. Xalqaro shifokorlar kuni inson hayotini asrash, dardiga davo, yuragiga umid baxsh etuvchi fidoyi insonlar bayramidir. Shifokor bu faqat kasb emas, bu insonparvarlik, sabr toqat va mehr muruvvat timsolidir. Ular har kuni o'z bilimlari, tajribalari va g'ayrati bilan insonlarning eng qimmat boyligi salomatlikni asrash yo'lida fidokorona xizmat qiladilar. Bugun biz jamiyatimizning eng oliyjanob kasb egalariga, oq xalatli farishtalarga minnatdorchilik bildirgan holda ularning mehnati, sadoqati va insoniy fazilatlarini e'tirof etamiz. Hayotingiz nurli, xizmatlaringiz barakali, sog'lig'ingiz mustahkam bo'lsin. Aziz shifokor.